Assalomu alaykum muhtaram aziz dindoshlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, munofiq odamning alomati 3 ta dedilar. Birinchisi yolg'on gapiradi, ikkinchisi omonatga xiyonat qiladi, uchinchisi va'da bersa va'dasiga xilof ishni qiladi. Ya'ni munofiq odamni belgilari bo'ladi-da. Agar kimda yolg'onchilik hayotida doim ishlatib tursa, demak u munofiqlar ro'yxatida turadi. Yoki bo'lmasa yolg'on gapirmaydi-ku, va'dasiga vafo qilmaydi. Bu ham munofiqlikni ro'yxatidan turgan bo'ladi. Azizlar, mana shu munofiqlar hayotida jamiyatga juda katta zarar yetkazadi. Bular birovni g'iybat qiladi, lekin g'iybat qilganim yo'q deydi. Ya'ni g'iybat qilishlik o'zi nima desa, g'iybat qilishlik bir birodarini, o'lgan birodarini go'shtini yeyishlik bilan barobar. Og'zidan, lavlaridan birodarini go'shtini, qonini oqib turganligini bilmaydi. Lekin g'iybat qilaveradi. Eng harom ishlardan bittasi. Endi bular shundayki, birovni yomonlaydi, birovni ustidan ig'vo xatini yozadi, tuhmat qiladi, yomon gaplarni tarqatadi. Agar mabodo bir odam aytsaki, "Sen shu gapni gapirib yursan ekan" desangiz, u tonib yuboradi. "Yo'q, men deydi gapirganim yo'q" deydi. Chunki munofiq odamning qalbi to'ntarilgan kosaga o'xshaydi. To'ntarilgan kosani ustidan suv quyganingiz bilan kosani ichiga u suv kirib qolmaganidek, to'ntarilgan qalbga hech qachon nasihat ta'sir qilmaydi, qabul qilmaydi. U bilan shunday bo'ladiki, ko'chalarda yurgan vaqtida, bir odamlar bilan birga o'tirgan vaqtida faqat o'zini maqtaydi, o'zini qilmagan ishlarini ham qildim deydi. Vaholanki Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey bandalarim, sizlar qilmagan ishlaringni nimaga qildim deb gapiryapsizlar?" Ya'ni qilmagan ishlarni qildim deb gapirishligi ham munofiqlikning bitta alomati bo'ladi. Alloh taolo mana shunday munofiq odamlardan bo'lib qolishlikdan o'zi panohida asrasin va hamisha haqiqiy muttaqin musulmon bo'lib hayot kechirishligimizni barchalarimizga o'zi nasib qilsin. Sog' bo'linglar.